Şevval ayida 6 kun roza tutishning fazilati va uningga munosabatlik ahkamlar. Doktor Abdulaziz Rahmatullah. Bu yozma Tangtog köşəsində 2020-yil 5 ayının 23 günü e'lon qilingan. Ma'lumki, Şevval ayi Ramazondan keyin keladigan 2 hit oralig'idagi oydir. Şevvalda 6 kun roza tutishning fazilati intayin katta bo'lib, bu 6 kundagi roza ulug' Ramazondagi farz rozadan, shundaqla musulmonlarning 2 hitining biri bo'lgan roza hitdan keyin ado qilinishi fazilatlik amal bo'lgan sunnat va mustahab rozadir. Şa'bandagi roza Ramazondagi farz rozaning oldidagi sunnat bo'lsa, Şevvaldagi rozamo farz keyinidagi sunnatdir. Hadis qudusiyda ko'rsatilganidek, farz amallar Allohga yaqinlashtiradi. Nafllar Allohning yaxshi ko'rishini va duoning ijobat bo'lishini qo'lga keltiradi. Bu 6 kunda roza tutish Parvardigorning bizlarni Ramazonda roza tutishga muvaffaq qilganligi, mag'firat qilganligi uchun shukr qilish va yana bu ulug' ibodatning lazzatini tetib, uningga qanmaganlikning ifodasidir. Janobi Alloh bunu aytida bandalarni Ramazondan keyin shukr qilishga buyurgan. Ramazon rozasining sonini to'ldirishinglarni, sizlarni hidoyat qilganlik uchun Allohni ulug'lashinglarni, uning in'omlariga shukr qilishinglarni xohlaydi. Baqara surasi 185-oyat. Payg'ambar alayhissalom u 6 kunda roza tutishga targ'ib qilib, kimki Ramazonda roza tutib, ondan uningga Şevval oyidan 6 kunni ergashtirib tutadi ekan, u butun bir yil, bir umr roza tutganga o'xshash degan. Bu yerda maqsad qilingani bir umr uzildirmay roza tutish yo'l qo'yilgan deb faraz qilinsa, shuning savobi bo'ladi. Ya'ni savobi intayin katta demakchi. Bundaq bo'lishda har bir yaxshi amalning mukofoti 10 hassa bo'lg'achqa, Ramazonda roza tutish 10 oy roza tutgan bilan barobar. Şevval oyida 6 kun roza tutish 60 kun, ya'ni 2 oy roza tutgan bilan barobar. Bularni jamlasak 12 oy bo'ladi. Şevval oyida 6 kun roza tutishga aloqador ahkamlar. 1. Şevval oyida tutmoqchi bo'lgan 6 kun rozani orqa-orqadan tutsimi, kun atlab yoki ayrim-ayrim tutsimi, Şevval oyining bosh tarafida tutsimi, o'ttirisida tutsimi, oxirida tutsimi bo'ladi. Oyning beshida tezroq tutilish mustahab. Aldirab tutganda hitning 2 yoki 4 kundan tartib tutishga boshlasa bo'ladi. Oyning o'ttiriga yoki oxiriga kechiktirsa joiz. İmam Navaviy mundaq degan: 6 kun rozani Şevvalning beshida orqa-orqadan ulab tutilish mustahab. Agar oyning beshidan kechiktirsa joiz bo'lib, hadisning mutlaq ham umum lafziga asosan bu sunnatni ado qilgan bo'ladi. Lekin doktorlarning deyishicha, ba'zi kasalliklarni davolash yoki oldini olishda 36 kun rozaning foydasi ko'pkan. Shunga hech kuni ichimliklar bilan kifoyalanib, orqadan 6 kun roza tutsa intayin foydali deb qaralgan. 2. Agar burunqi Ramazondan qazo rozasi borlar bo'lsa, oldi bilan qazo rozasini tutib, ondan keyin 6 kun rozani tutish lozim. Agar Ramazonning qazosini tutmay 6 kun roza tutsa, farzni tashlab qo'yib mustahabni qilgan bo'ladi. Yana bir yil roza tutganning fazilatiga erisholmaydi. Chunki yuqorqi hadisda Ramazonda roza tutib, ondan uningga Şevval oyidan 6 kunni ergashtirib tutadi ekan degan bo'lg'achqa, Ramazonni to'liq tutgandan keyin orqadan bu 6 kun rozani tutgandila, ondan hadisdagi fazilatga erisholmaydi. Ramazonni to'liq tutmay 6 kun roza tutsa, bu yuqorqi hadisga tushmaydi. Yana Allohning qarzi ado qilishga eng haqliqdir. Lekin shundaqdimi naflar roza tutgan savobi bo'ladi. Ammo qazo rozasi borlar hitdan keyin qazo rozasini tutganda Şevvalga tava 6 kunni ham niyat qilib, 6 kun qazo roza tutsa, ba'zi olimlarning qarashida bir niyat bilan har ikki roza vujudga chiqadi va har ikkisining ajriga erishadi. Xuddi masjidga kirib farzga ulgurgan kishiga nisbatan farz namoz tahiyyatul masjid namoziga hisob bo'lganidek. Şevval oyida tutilgan 6 kunning rozasi qazosini qildigan rozasiga kirishib ketadi. Bu qarashga asosan Ramazon qazosini tutmoqchi bo'lgan ayollar birla vaqtda Şevval 6 kun rozasini niyat qilsa bo'ladi. Buning bilan bu qazo rozalarini tutayotganda Şevvalda 6 kun roza tutgan bo'ladi. Şevval oyi chiqib ketishga vaqt qistalgan ahvolda shunday qilsimi bo'ladi. Ikkining birini niyat qilay desa, qazo roza albatta oldin qo'rinib turdi. Chunki Ramazon qazosini qilish farz. Şevval 6 kun rozasi bo'lsa nafla. 3. Şevvalning 6 kunida tutiladigan rozaning vaqti muayyan bo'lg'achqa, Şevval oyida 6 kun roza tutib olmasa, u fursat qo'ldan ketadi. Qazosimi tutilmaydi.
Lekin hayz, nifas va kasallikka o'xshagan shar'iy o'zri sabablik 6 kunni Shavvolda tutolmagan bo'lsa, undan keyingi oyda tutib olsa, yanada uning fazilatiga erishadi. 4. Bir kishi Ramazonda uzrlik yoki uzrsiz bo'lsin, farz ro'zani tutolmagan yoki buzib o'tgan bo'lib, uning qazosini qilmoqchi bo'lgan bo'lsa, ro'za itning 2-chi kunidan boshlab kelar Ramazon kelib bo'lguncha bu ishni qoldirishi, kechiktirmasligi lozim. Chunki inson uning qazosini qilib olmasdan o'lib ketib qolsa, farz bo'yinda qoladi. Ammo yana bir Ramazon kirguncha uzrlik kechiktirsa gunoh bo'lmaydi. Hazrat Aisha radhiyallohu anha qazo ro'zalarini Sha'bon oyida tutgan. 5. Nafl ro'za ichiga farz yoki vojib bo'lmagan sunnat, mustahab va targ'ib qilingan barliq ro'zalar kiradi. Nafl ro'za tutgan kishi mehmondorchilik so'rovlariga taklif qilinib qolsa, ahvol qarab tuvandagi 3 ishning birini tanlasa bo'ladi. 1. Barmay o'zri yetib ro'zasini tutayverish. Bu ahvolda ro'zadorligini aytsa riyo bo'lmaydi. 2. Birib bir narsa yemay ro'zani tutayverish. 3. Birib bir narsa yeb ro'zani buzib o'tish. Bularning hammasiga hadislarda ruxsat qilingan bo'lib, 6 kun ro'za tutayotgan kishi bu ruxsatdan bahramlanadi. Agar eg'iz ichib o'tishni tanlagan taqdirda, Hanafi va Maliki olimlarning qarashi bo'yicha o'rniga bir kun qazosini tutib olishi vojib bo'ladi. Bu salaf solihlardan kelgan kuchli qarashdir. 6. Agar ro'zada Ramazonning qazosini yoki shuningga o'xshash vojib ro'zani tutayotgan ahvolda mehmondorchilikqa duch kelib qolsa, eg'iz ichib o'tishi harom bo'lib, bu ishdan tavba qilishi, Allohdan mag'firat tilashi va o'rniga bir kun ro'za tutishi vojib bo'ladi. İmam İbn Qudama mundaq deydi: Kimki Ramazonning qazosini tutayotgan yoki muayyan bir kun ro'za tutishni yoki mutlaq bir kun ro'za tutishni nazar qilib tutayotgan va yoki kafarat ro'za tutayotgan, umuman vojib ro'za tutayotgan bo'lsa, u ro'zani buzib o'tish joiz bo'lmaydi. Chunki uning ro'za tutishi bilan bu kun ro'za tutmasi bo'lmaydigan kun o'rnida bo'lib ketgan. Buningda olimlar o'rtasida o'xshamagan qarash yo'q, alhamdulillah. 7. Shavvolda 6 kun tutiladigan ro'za nafl ro'za qatorida bo'lg'achqa, nafl ro'zani kechidan niyat qilish shart emas. Shunga kunduzi peshingacha hech nima yeb ichmagan kishi peshingacha ro'zaga niyat qilib etsa bo'ladi. Bu haqda sahih hadis bor. Sajiya Islom tadqiqot markazi. Hijriya 1441-yili, milodiya 2020-yili Ramazonning 30-kuni.